$6000 Chilonzor 9-kvartalda sotuvga uyimiz chiqdi. Bu videoni shunaqa summaga uyizilayotgan tanishingiz shunday jo'natib qo'yamiz, joylashgan joylarni aytamiz. To'g'rimizda Rayhon milliy taomlar dachotsiz mazoliy metal chiqib ketasiz. Yonida Bunyodkor stadion, G'afurg'ulom parki joylashgan mo'ljal Malika gastitsasi. Bitta like bo'lsangiz, mana shuni to'g'risi joylashgan mahalladagi uyni ko'rsatamiz. Salqin hovli, parkovkalar bor, do'mni ko'rinish. Zalini qarang, shunaqa fayzli, shunaqa yoqimli uy ekan. Lokatsiya ham super, narxi ham zo'r. Yangi gilamlar to'shalgan, polni asvejit qilingan ekan. Ko'chib kelishingizga tayyor. Yosh oilalar uchun vashi zo'r variant. Podizankash eshik, bu yoqda sanuzel, uyimiz 4 etajli yig'ishli dommi. Birinchi etaj joylashgan, торцовый emas, o'tiradigan joylar bilan kuxnyalar qilib qo'yilgan. Zavtrak, obed, ujiningizga hammasini mana shu yerda qilsangiz bo'laveradi. Bu yoqda огородchalari, bog'cha, maktab joylashgan atrofda, Kazinka ham yaqin. Shuni podpiskani bosib, bizga qo'ng'iroq qilinglar. To'liq ma'lumotni aytamiz. Bu uyni qo'ldan chiqazmang, bosing.